Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşler, Ustazımız Abdülhakim Muhammed Hacım'a rahmet eytimi. Bütün tebliğde sözlerin gepleri elbette bizden takımı yaxşı emel kılışımız için dostluk, kardeşliğimizi, cemaatimizi güçlendiriş için intayın faydalı nasihatler, sözler. Hemimiz elbette nihayeti şaş buluşumuz, agah buluşumuz, etrafımızga ve içimizge dikkat kılışımız intayın mühim. Bu uzun bolduğuna çıkıtım çoğunlarımız tebliğlerde bazı bir boğan ahvallardan cemaatimizge müşkil etken hater tehditle aramızda bölüdüğün müşnafan boğan ahvallarga kinayeten bolsumuz sözlerde agahlandırıp qarindaşlarını bununla şaş bulup ilgi çıkıştı olsa davamlıq söz kılıp agahlandırıp geldi. Bu elbette biz marif cemiyeti ve hakikasının ki samimiyetle tilek Allah'tan tilavatkan hulusu niyetiyle tilavatkan tileklerinle neticede birlik beraberlikte kuvvetlep kollap kuvvetleşenler neticede büyük kilovatıdır. Elbette biz tağını talkan kılıp nurgun cık nesini yoktan bağa ekemedik. Biz bunda bir davayımız hem yok. Ama yaxşılıqni himoya qilish, haqning tarafdori bo'lish, haq maydonda turish, buning uchun tashviq qilish, tabliq qilish va atrofimizdagi xalqni, ommani buningga tashabbus qilish, tashkillash bizning vazifamiz. Buni davomli dadillik bilan qilib ketyapmiz. Bizni hozir hech sababdan, hech qanday sabab yo'q. Nim bo'lgan hardek chaqaman deb o kadar insanlar gönülde püşücüledi dünyanın her yerde. Her ne kadar biz kişilerge ken kosaklık bulup, umumның menfaatini qoğdaş, umumның ki asayişini, tinişlikini, köngül rahatlıkini, davanın hatırcam ve dadil, asan da kıskı yolu bilen ilgiri sürüşünü üçün şarayet hazırlaş üçün cıkken kosaklık kılıp, yaxşı muamele qilib kelsak, buni tuymagan insonlar davomli xatolikni bizdan izlab, bizni chaqirishga, quyruqini tanlab ushib yurayotgan nurg'un kishilar bor va tashkilotlar bor. Buni biz hech kimdan buning uchun biz olqish istamadik, diplom istamadik, taqdirnoma va tashakkurnoma istamadik. Bu Allohning bizning qalbimizga solgan sadoqat, samimiyat, İnsaniyet ve hususen elip etkanda ümmet İslamiye'nin menfaati için nurgun bedellerini bazen kırındaşlarımızın hata düşünüş neticede ki bizge olan haksız tenkit ve tenkitlerine berdaşlık veriş neticede nurgun bedellerini ötep kilovatımız. Biz bunun için Allah'tan ecir isteyimiz. Müşahidini bizden bu güzel çıraylık cemaatimizde, dostluğumuzda bölüş için kişiler terişi otudu. Törteden bir şey kelse, vay derine kıyğın orduken, onda kılaylı, bunda kılaylı deyip, nereden kışınla vatkan bolsak, nemini tutup şununla şügen silip çöpü vatkan bolsak, şunun koğunu tatıp, şunu jıqtışka, kişilerin ki himmetini, cüretini, cesaretini sunduruşka, bu hizmetke olgan, bu septe hizmet kılıp atqanlığı olgan qarashni, simani xunuklaştırışqa qo'ldan kelgancha tirishib o'tdi. Ammo lekin Alloh taolaning marhamati va fazli bilan har doim bu qarindoshlaringlar sizlar hammanglarniki yüzümüz beraber birlikte ak çıkıp hizmetimiz ravan ve devam etmekte. Yani anlayımız İstanbul'da, Türkiye'de başka yerde bulavatkan cemaatçilikteki özgürlükler, bazı kuruluşta özgürlüklerde kişiler hakkının tarafını almasın, insanlığa, halkımızga cinayet işlegen, halkımızga qarzı boğan, hesap qarzı boğan,
xunuk insonlarni o'likni tirildirishga nomus qilmasdan e'tiqodliq yaxshi deb atalgan insonlar bunga o'rnayotdi. Kishilar bizning jamoatimizni bo'lashga u yerdan bizni hech kim qo'rqitmaydi. Ba'zi insonlar deydi ekanki, bular boshqalarni hazm qilolmaydi, o'ziga o'xshash hech kimning yana shunday dernek jamiyat qurishiga taqati yo'q deydi. Bizningki hamma narsaga chidag'chiligimiz bor. Bizning qarshimizda maydoni bizdan bo'lmagan, bizga o'xshash yo'lda mangmagan, bizga o'xshash g'oyasini bayrog'ini tiklamagan insonlar nima ish qilsin, biz parvoyimiz falak hech qo'rqmaymiz. Dernek quramda, tashkilot quramda, yo'lda chang-to'zon chiqib uchamda, bizning qilimiz tavrimaydi. Hech ahamiyat yo'q. Ammo lekin musulmon jamoatchiligini, musulmonlarning ma güzel qarindoshligimizni, ma to'plamimizni bo'lishga tirishsa, albatta buningga sabr taqatimiz yo'q. Buningga har doim, har shaklda usuli va prinsipi bo'yicha buningga javob qilamiz va buningga bo'lgan tanqidimiz va rahatsizligimizni har doim o'tirg'a etishdan chekinmaymiz. Albatta bu qarindoshlikni, bu go'zallikni, bu jamoatni bo'lishga hech kim jasorat qilolmaydi. Yani buni hech kim o'ylab boqmasin. Bu islomiy birlikni buzishga hech kim jasorat qilolmaydi. Oilamizni cho'shqa hech kimning haddi emas, kuchi yetmaydi. Ammo qarshimizda bizdan bo'lmagan, oilamizdan bo'lmagan, toifimizdan bo'lmagan har qanday odam nima ish qilsa, biz uningdan hech qanday parvo qilmaymiz, ansirab ketmaymiz, qo'rqmaymiz. Albatta aramizga nifoq, munofiqlik, birlik barabarligimizni sundiradigan, tashvish yaratadigan, kuchimizni, yelimizni chiqaradigan ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarni va kishilarga, to'plamlarga har zaman buningga loyiq prinsipal tavrimizni o'tirib qo'yamiz. Alloh taolo birlik barabarligimizni doim qilsin. Navbatda ustozimiz Abduqodir Ag'in akamni so'zga taklif qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlil fala hadiya lahu. Va nashhadu an la ilaha illalloh va nashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Qarindoshlar, yuqorida bugungi faoliyatimizning asos mazmunini angladinglar. Yani bugünkü faaliyetimizin tüp mezmunu Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzüne karşı bo'lgan hareketlerinin elib bargan faaliyetlerin bir qatım hatırlandı, ko'rsatib o'tildi ve şularni eslash ve şularning amaliy ro'yinin biz o'rganish ve o'zimiz bundan keyin qanday qilish. Yuqorida bir narsa eskartib qo'yib o'tamiz. O'tib asas temaga o'taman, uyg'unlashib o'tiraman, mugdirmay o'tiraman. Men mugdirgan aşamazdim inşallah. Mavo yani iffetlik, pakil sağlam kişilerge böhtan qilish, töhmet qilish, yani 17 türlük, yani 9'dan 17 lağırçı günah kebiri var, yani çoğun günah. Şu günahın qatarı günah o. Kim ersek bunu bilip durup halal sanaylıkken kafir olduğun cinayet mi? Şunun için bunundan hemmimiz ezer kıldı, ihtiyat kıldı. Birbirimizge qarıçaplaştan, töhmet kılıştan, meyli qanday kişi buluştan qat'i nazar, bunundan çoğu hemmeyden ezer kılışımız lazım. Bu gipin, bu eskertişim. Ama nöbetlik duş kelivatqa biz elib berishlik faaliyet temiga o'taman. Yani Şarkı Türkistan Xitay tecavüzçılığı bastırıp kirgen 1874 yıldan başlap Xitayning şu tecavüzga ve işgalga karşı köreş, korallık ve koralsız köreş to'xtab qolmadi. El berilib Bulupmu 1911 yıldan tatip 33'ke 44 kadar bu jarayondagi kurashlarda hakikaten devlet kuruldu. Yani müstakil bir ikki islom jumhuriyati, ikki islom davlati kuruldu. Bu
bizning ta'tur peshayinligimiz, xalqimizning baxtsizligi, sho'r peshayinligi bilan ikkinchi ichki tashqi vaziyat munosib bo'lmaganlik uchun bu davlat ikkilisi mag'lub bo'ldi va cho'kdi. Yani bundan keyin, yani 44-45'ten keyin 44'ten 49 yıl kadar bu devlet yaşagan bolsa 49 yılı yani Xitay Komünist Partisi Şarkı Türkistan'a besip kirgenden keyin bu devlet çöktü. Bunu yok kıldı, bunu üçerdi. Onundan ilgili Şinjan ülkesiydi. Xitay 1955 yılga kelgen çağımızda bunu Şinjan Uyghur Abdunum rayını özgertti. Yani Xitay'nın bir Abdunum rayını yani Uygurlar özünün kanun, örf, adet, medeniyet cihette özgüçü bir kanun bilen yaşaydı diyen mendike nesi. Şimdi bunu kurup ama emniyet onda bulmayı Şarkı Türkistan halkını tamamen yok kılıp ötüştüğün ibaret bu kademini besip kilotudur. Hem de önümlük olan nesi şu. Biz hazır ders almak için olan biz derste kabul kılış tegişlik nesi şu ki Muşu Ceriyan 49. yıldan başlayıp ta bugünkü 2011 yılı kadar boğan aralıklarda Xitayga karşı korallık ve koralsız köreş toxtab kalmadı. Ama devlet kuramızga burunga okşaş. Ama Şarkı Türkistan halkı devlet kurus istikede bulup çoğu bedel ödedi. Bunun baş nişanı nime? Bu nimi kuşturattı, nimi güçlendirdi, nimi meydana çıktı. Bugün bir adamını, ya kimine, müşahit ottağa her kaysı birimizni, ya dünyada bizden sohbetimizde anlayıp da her kaysı bir kardeşimizni ögüzden seklep ülüva al. Dese keşke unamaydı. Üzen güzen pişak sele vakın desek unamaydı. Ama Xitayga küçün yetmeydi. Ama şundaktır, nime Xitayga karşı tokzuvatıdı? Nime bu Xitayga karşı ündevatıdı? Xitay küçümüz yiti de boylagan mı bu da? Ya, bunda emez. İmanın telvişi o. Küçün yetken ve yetmegen her konu arası iman keltirse ve bunu çoğu Batürk dine isterkense Uygurca urnu bakmamız lazım. Üzümüzün mecburiyetini çoğu bir urnu pekip, anağı çoğu atını pekip, hareket pekip bulalıdık. Bayatı ben dua kıldım ya. Biz kolumuzdaki imkanın hemen çıkardık ki perverdigarimi Allah körep durvatsı. Hem de bizden kuşumuz yetmedi. Yani yetmedi de biz çok yerde yaşamayımız. Köpeğini sen tikini üzerine ilgili koyup yatmak şeymez. Ama devamlı tırışımız. Şununla birge senin askerin güçlük. Ve dua kıldık. 2005 yılda Endonezya'da yüz bergen taşkın, su taşkını, yer tevreşeden su taşkını 1 minutlik vakit. Ölgede 300 bin. Su taşkını 1 minut vakit, 1 minut vakitte ölge adam 300 bin. Ama 300 bin adam kaç yılda toğulup çoğu oldu bunu hesaplattık. Allah başına güçlük. Buna desek bu dinçile mi kadaydı dedi. Sen mi deysen? Bu davamlık muşik yap ne kadar doğruydu. Sen davamlık nimi yap kılırsan, Müslüman insan nakşa olursa aldığında arak, şişini koyaklık, tansıkan tutursa. Biz bugün ölgen ruhunu kayıp tırıldırıp çıkıp meydana, o aç tarihte, yani barında, Gulcu'da, 7. ayının 5. günü, Kaşgar 8. ayının o 7. günü, elip bakın bunun çık bunda misalları. Milyon misal var bunun. Bu misalla nimeden geldi? İmanlı yüzünün çok manevi yadro enerjisi kılıklı koyadı.
Biz imandan ibaret yüklügen vazifeni ada kılıp dünyadan kessek bizden baxtımız muşu deb düşüngen kardeşli bu. Şunun için Xitayga kuchi yetmesin için qanday qilinglar o meydana chiqadi. O meydana chiqib o'zining majburiyatini ado qilish yo'lida G'uljida barında 7-ayning o'tkazilish qanday qiyin qilsa Xitoy qanday zulm qilganligini tasavvur qilib boqinglar. Sizlar o'zingizning bugun pashshaqvas qanday bo'lganligini, chayon chaqvas qanday bo'lganligini, eshak tepasi qanday bo'lganligini tahlil qilib, Xitoyning zulmini tahlil qilib, muz zulmning hamma tavakkal qilib, Allah'ın ecr tilab meydana chiqadi. Biz bundan keyin ko'rishimizning asosi manbini yadrosini uchun bu iymondan olamiz. Uyg'ur nazariyasidan emas, payg'ambar o'ttirdi qo'ygan shuardan olamiz biz. Uyg'urni Sharqiy Turkiston xalqini zulmdan qutultirishning tek yo'li, birdan bir to'g'ri yo'li yadroni energiyani, ma'naviy yadroni nerdan emas, payg'ambar va payg'ambarlarning tarixi va bunga ergashgan sahobalardan olamiz. Bu yolda o'zini qanday pido qilgan bo'lsa, bu yolda o'zining madaniy va jonini sharafini qanday qurbon qilgan bo'lsa, bizning o'tgan kechmishdagi qarindoshlarimiz. Biz shularning ro'yidan ish izlaridan o'rganish orqali buguncha o'limga tavakkal qilish orqali o'limdan qutuldiramiz. Kurash qilish orqali tinchlikni barpo qilamiz. Bizning shoirimiz bu. Xitoy bu ko'lqar Xitoy endi. Ba'zanlar o bak şabete. Va ish o'nkagan chaqma o'zida sen o dötmo adi kalimi sabriydi ya verdi ishekma tongizma ishlama. Bugun Xitoyning hushyorligidan emas, pastli kelgan chaqning o'zida xo'xa ichildi, xo'xa, yantaq. Ama siz pastli kelmagan chaqni qizgul tiksangiz ham cho'q qurib qolgandim u. Siz bizning paslimiz keladi ekan, o'chaqcha xo'xamiz qizil gulolab echiladi. Xitoyning bilgan cho'q, navbat pasli kerakdek. O pasli davomliq mango olib surilgan narsa emas. Xitoy endi bu millatni o'ltasam, ro'yi psixologiyasini tegishtirsam, Xitoy nazariyasini singdirsam, buni davomliq rejim va zulm bilan tutsam, bu xalqni tamamen yo'q deyman deb o'ylaydi. O'ylamaydi ekan, uning o'zligi o'tmaydi ekan, u yan tarafga o'tmaydi Xitoy buni bir daraxtni yoki bir ko'klayotgan narsa o'simlik ya'ni kessangchi bir necha javob bo'lib chiqadi. Sen keskendan keyin lamchon bir daraxtni kesmoqchi olsang, yo'q deb aytsang, yıldızdan qurtanmasan, ayni qanday qilsan, o 5 tal daraxtni kessang 100 taldan jiqolab chiqadi. Xitoyda shundaymiz-ki, Sharqiy Turkiston xalqini qanchaki o'ltasan, qanchaki zulm qilsan, qozon o'tni qalib suv qaynagan o'xshash zulm qilgan siri musulmonlarning g'azabi nafl sana bo'lgan o'shmanlik ashadi. Xitoy 7-ayning 5-kun shunday debdi Xitoylar. Biz bu qatim bastırdık, yani 10 yıl cimriyatı bo'ladi debdi. Anğuçı biz çoğunuşlarımızın bu Xitoyga kelib to'shab, ma milletin tamamen asman siyaqil tükdükemiz debdi. Biz endi yuqorida aytilgan davlatda biz jin yatqanimiz bilan Xitoy düşman, bu yolg'iz düşman jin yatmoqda. Xalqning buningdan keyingi Sharqiy Turkistondan iborat bu davlatni qurish ishi kim oldi ilgarilar? Mushunga kim ilgirindi? Kim mushunga harakat qiladi? Bu xalq nereden keladi deganni hammani bekitib, xalq kelish ehtimoli bo'lgan barliq narsalarning hammani aytib oldi. Buning misoli nima bo'ldi? Masalan, biz yani bu bir davlat qurishdan oldin asosiy atrofdagi davlat mustaqil bizga cho'q o'rin berishi, yet berishi, e'tirof qilishi bizga cho'q yaqinda yordam bo'lishini shart qildi. Bu odatulloh bu. Shuning uchun qanday qilamiz? Bizning eng cho'q qon qarindishimiz, din qarindishimiz, jo'g'rafiya jihatdan zoti biz hamma jihat bir bo'lgan O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Pokiston.
Qatarlıq biz çiğrildiğen devletlerin hemmisini Şanghay ittifakı degan ittifakı çekildi. Beçergedim. Etçer kuruk sepset ölen bugün özünün qo'shiq to'yashdan boshqa narsani bilmaydigan bu rahbar bilan Şanghay ittifoqidan iborat bu ittifoq kirib o'zining qarindishini Xitoyga setib o'tibdi. Shunda bir narsani his qilmadiki, xavf Qozog'iston uchun, O'zbekiston uchun, Qirg'iziston uchun, Tojikiston uchun, Pokiston uchun Xitoy xavfmi yoki Sharqiy Turkiston xalqi xavfmi degan narsani ikkisini ayirib tushundim. Uni bak, shuni ta'liq qilmadi bu. Bo'lmasa agar buni o'ylaydigan bo'lsang, Xitoy necha million assancho tahdid. U nechasi tahlikli. Biz etrafimizdagi davlatlarning hech qaysiga bizda tahlikli, xatarli tug'dirmaymiz. Xitoylar iddiasini, ashinasini burbilib o'tgan bu terrorist, oqshko'li senargan xotirjam qilolmaydi. Bizning ittifoqligimizni buzadi. deb deganda rost bu xatarlik ekan deb ani qadaq qilyapti. Bizning o'zining qarinishini Xitoy qiladi. Sovetlar ittifoqi zamonida ikkimiz to'mimiz nurg'un Sharqiy Turkistondan qochib chiqqan. Eningda ilgarichi O'rta Osiyodan Qirg'iz, Qozoq, O'zbek qarindoshlarimiz Sharqiy Turkistonga borgan. Bu tarixdan beri shunday yashab kelganmiz, bir-birimizni qo'ynimizga, bir-birimizga sahib chiqib, bir-birimizga yig'i chiqib, bir-birimizga bilan yordamlashib, qiz berib, o'g'il o'rlab yashagan xalq bu. Şu zamanlarda bizden ütep çıkan, keşif çıkan qarindoshlarimizni Xitoyga o'tkazib bergan. Sharqiy Turkiston xalqi Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonlik qarindosh davlatlarimiz Tojikistondan iborat bu davlatlar mustaqil bo'lgandan keyin bizmi mustaqil bo'lamiz. Biz yaqin mustaqil bo'lib bizning cho'q qo'llaydi, bizning qarindishimiz degan. Hammamiz shunday umidlaydi. Bu mustaqil bo'lgandan keyin Sharqiy Turkiston xalqiga yaxshilik qilish emas, afet oldu, afet. Sharqiy Turkiston xalqiga dushman keldi. Sharqiy dushmanlik qildi. Sharqiy Turkistondan chiqqan muhojir qarindoshlarni Xitoyga setib, buni pulini hajlar bu badbaxtlik. Bu nereden kelib chiqdi? İddiyadagi fikrga, zihniyatdagi buzuqlik. Xitoy zihniyati bilan Qozoq zihniyati, Qirg'iz zihniyati, O'zbek zihniyati, bu O'zbek zihniyat degan narsa hamma tugtab Xitoy zihniyatiga birlashdi bu. Şunlar bizden Türklikini unuttu, Müslümanlıkını unuttu, Kazaklıkını unuttu, Özbeklikini, Taciklikini, Ruslıkını hemen unutup Xitoydan menfaat keladi. Bugün Xitoy bizden beşinci silah, Xitoy sizden beşinci silamaydı, kötüğünü kovalaydı. Resmi kovaladın, sen kovalatkan ufmalıksın. Çünkü sen ufmazlık bunda bir sebep var. Bu işte bile müşrikten aldığın Tonguzning go'shi, qo'yning go'shi, paqlanning echkining, eshakning go'shini ekib bersak, purab biladamdi. Ammo sen go'ylicho, ani tutib yepek bilmaylik endi. Mana tonguz go'shi, mana qo'y go'shi, mana paqlan go'shi, mana ishning go'shi, mana eshakning go'shi demaysan. Ya vergin. Ayda cho'g'anliging uchun kichkinacha eshakning sutini, qo'yning sutini, edamning sutini, tonguzning sutini qisag'ib bas ish cho'g'lab Diye özlerinin qarindishini tanımaydigan, o qarindishini düşmanlık kıldığı alet gitti. Sende ne vicdan, ne Kırgızlık vicdan sende var, ne Kazaklık vicdan sende var, ne Özbeklik vicdan, ne Taciklik vicdan. Sende böyle hiç kandak vicdan diyen nersi yok. Vicdan senin pul, menfaat senin vicdanı. Yani bugün biz çok Kazakstan'a beriştim burun işek kiminip, Ulaqqa berib, har qanday qozoqning uyiga chirib, choy ishlaydik, do'q ishlaydik, ayron ishlaydik, qona olaydik. Bugun Qozog'istonga kelib, Qirg'izistonga kelib, O'zbekistonga kelib, mush qarindoshlarimiz bajishga kelib, yashamaydi holat ketdi. Mush nereden kelib chiqdi? Zihniyatning buzuqligidan kelib chiqdi. Endi biz mush zihniyatning yanglish xato ekanligini tonish orqali bu nima bilan o'xshaymiz? Edamning fikri bilan emas, payg'ambarning o'ttirib qo'ygan narsa shuari bilan. Ening fikri bilan, ening iddisi bilan o'xshash orqali o'zining nima to'g'ri, nima xato, kim dushman, kim do'st ekanligini taniydigan qilmoqchi yo'l ko'rsatish lozim.
payg'ambardan adashgandan keyin qanday qildi desa, manfaatni do'st tutgan, manfaat nereden kelsa shuni birinchi do'st deb biladigan ang shakllar. İslam dininde o yok. Nima uchun biz bugün İslam dinini aldın qishlar qilib qo'ydik? Degan bu savolga shuna javob berib qo'rqadik. Bu millatni harakatga chiqishning yadrosi, ma'naviy yadrosi iymon bo'lishi lazım. Şunun yuqoriqdagi deganlikdek biz Xitoyga deydigan, ya'ni qarindoshlarımizga deydigan, umidsiz qarindoshlarımizga deydigan gapimiz shuki, Sharqi Turkiston xalqini Xitoy yo'qotmaydi. Qanday ahvol ostida yo'qotmaydi? Faqat Allohning og'amchisi mahkam aslishini shart qiladi. Buningdan boshqa yo'li yo'q. Uyg'ur da'vos qilayotganlar, biz Uyg'ur, ammo bizni yomon ko'rdi. Bizning Uyg'urligimiz bog'lamoqlik. Yüzü Uygur, davası Uygur, Marx Uygur durup Uygur'a düşmanlık kılıdı. Ot dağın koppa yerde Uygur'un üstünden şikayet kılıdı. Karı çaplaydı, tahmet kılıdı. Nereden kep çıktı bu şinası? Zihniyet bozukluğundan kep çıktı. Bu zihniyetten yakşı doğrusu, yakşı okulu, yani Allah'ın dini, Allah'ın peygamber. Bunun başka yol yok kardeşler. Şunu biz kandak kılışımız gerek diyen çağımızda, özümüzün ruhini biz yukarıda körsettik aynı. Bugün meyek çıkandan keyin qarindoshlarimizni ko'kishimizdeki sebep anı unutmayla. Bizning asli kimligimiz miyatda Uyg'urligimizni saqlab qoldi deb o'talqandi. Asli kimligimiz avo ta'avo, kimligimizni ko'kitib borayotgan kishilar avo. La ilahe illallah degan bayroqni ko'tarib mangallar bizning kimligimizni ko'kitib berganlar avda. Qurolliq askarga Xitoy tajovuzchilariga mashina bilan berib bostirganlar o kimligimiz avlar. Bizning Sharqiy Turkiston xalqining kimligi 7-oyning 5-kuni 2009-yil 7-oyning 5-kuni (1990-yili bariniki 4-oyning 4-kuni 97-yildagi 2-oyning 5-kuni bizning asli kimligimiz bu jima qarindoshlar. Uyg'ur degan kimlikni saqlamoqchi bo'lsak, Uyg'urning anda ishi bor edi. Shu qalbimizda biz nimani to'g'rilishimiz kerak? Biz barliq bizning uchun melimizdan, sharpimizdan, jenimizdan izzatlik bo'lgan bir narsa, endi o'zimizni qurbon qilish orqali nima qilishimiz kerak? Millatning kimligini qutuldirishimiz lozim. Mening gapim tugadi va oxirida alhamdulillah. Allah razı olsun. İnşallah İslam dünyasındaki uyg'onish keng yayılmakta. Meyli Mısır'da olsun, Tunus'ta olsun, Filistin'de olsun, Afganistan'da, Irak'ta, Çiçenistan'da, dünyanın her qaysi joylarida zulüm ve istibdodga qarshi Müslümanlar uyg'onib hatta Yevropada Müslümanlarningki qad ko'tarayotganligi, sonining ishayotganligi ve yaşayotgan yerimizni kundan kunga islomiy ruhninki, yaxshilikninki, haqninki, ustunlikninki o'zini izhor qilayotganligi buni ko'rinib turibdi. İnşallah bu asr Müslümanlar uchun parlaq ve qutuladigan, zulm ve istibdodning parchalanadigan, tag'utlikni yiqiladigan haqiqiy bir muvaffaqiyatlik, g'alabalik bir asr bo'lib keldiganligini, buni iymoniy, vijdoniy hislarimiz buni to'yib turibdi. İnşallah bu Xitoyning zo'ravonligi kuchi bizni, xalqimizni, musulmonlarni qo'rqitmaydi, chekindirmaydi. Aziz qarindoshlar, bugungi faoliyatimizni tugatishdan burun men erta bo'ladigan bir faoliyatni sizlarning saymanglarga aytib qo'yman. Erta İstanbul'daki başka faaliyet edip berayotgan Uyg'ur tashkilotlar bilan birlikda bu faaliyetni Türkiye xalq ommasining muvaffaqi davomli shunday masalalarda samiga selinib turishi muhim bo'lganligi uchun Xitoy konsul oldida bir muxbirlarga bayonot e'lon qilish ve la'nat ve nefretimizni izhor qilish uchun bir faaliyet bo'lmoqchi.
İnşallah cemiyetimizdeki mesullerimi bunu itekleşte birlikte kadem ilişte tayarlık kılıvatıdı. Muhterem kırındaşlarının ayette Zeytinburnu'nda peşim namazga istasyon Camii Emine İnanç Vakfı Camisi'nin ki aldığı çıkılışanlarını ümit kılımız. Bunu bu doğruda malumat ve teşkil doğrusu da Musa Can bilen alaka kıysanlı boludu. Allah'ım eylenge ecerizime takılsın. Aramızda Kerem Karım bolsa dua kılıp Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel khasirin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأسس بيننا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.